4 bölüm. Advokat naiti tezla bütün ətrafqa tonuldu. Onun xizmeti, inavət, küçü toğurluq acayip qarayip hikayelermi toquldu. Onunğa hal etqucular, onun nədlikini bilməy turub, oç xət, çoğ xətli gezit yezib öz halini məlum qilishdi. Koçularda tuyuqsizla advokatның çoğ xətli gezitləri peyda bolup qalsa, neçə yüzlügən adam onu talışıb, ittirişib, oquşadigan bolishdi. Lekin hech kim bu tashkilotning nada va kimlardan qurilganligini bilmaydi. Bugun G'ulji shahrining markaziy ko'chalarga ikkinchi bir ayol Roziya to'g'risida bir qiziqarli cho'ng xatli gazet chaplandi. O'quvchilarga advokatning rostilla ta'siri cho'ngayotganligini bildirib qo'yish uchun bu cho'ng xatli gazetni aynan ko'chirib ko'rsatmoqchimiz. Buning mavzusi mundaq: bir ig'iz rost gapga bir umr jazo ko'chirilmasi. Dünyada o'g'rilik, qaroqchilikni go'zal axloq deb e'lon qilgan hech qanday hukumat yo'q. Shundaqla bu ikki atalg'unning necha xil shaklda ifodalanishini sanab boqqan bir odam yo'q. Tuxum to'g'ri o'g'risidan tortib, davlatning eng maxfiy hujjatlarini o'g'irlashqichi bo'lgan o'g'irlik zoti necha xil? Uningga balkim javob beradigan odam chiqmas. Ammo talon-taroj qilish o'g'irlikning oliy shakli bo'lsa-mu, buni oqlaydiganlar shunchalik ko'p va kuchli. Tilaydiganlarcha adolat pirining ko'zi ko'r, pichiqi gal bo'lib qoldigan chog'larda albatta tillovchining o'rni turma, ismi jinoyatchi bo'lmay nima bo'ladi? Ishonmasanglar tuvandagi qurlarga qaranglar. Kichkina mevelik bog', höpidi gullar ichilgan ho'yla, qo'sh qanotli ho'yli ishki, uning ikki yenidagi hoklangan kichik supa, ko'chaga qaragan qopqoqliq deriza, takchisida kulishib marshib turgan her rang güller, mana bu G'ulji aholisining oddiy qo'rosining surati. Bu güzel suratni kimning yirqisi keladi? Bu oiladagi butun hayoti va kuchini ma'rif va ma'rifatga bag'ishlagan 3 avlodning hokimiyatini o'rib o'tish g'arizi bor desa, kim ishonadi? Bu uydagi bir xil tartiblik, inoqlik, hurmat bilan davom qilayotgan hayot bemahal ushuk tekkan bog'dek vaqtsiz xazon bo'ldi. Bu uyning xo'shligi va umidi bo'lgan Roziya hozir turmada. Uning mo'misi qazo topdi, dadisi ahlidan ozgan, onasi tuyuqsiz yurak kesiliga yo'liqqan. Bu oilani kim va qanday nobud qildi? Tuvandagi qurlarda bu savolga javob chiqadi. Shanxay inqilobidan keyingi hamma gazet jurnallar, qadimgi klassik adabiyotimizning nodir qo'lyozmalari, necha ming parcha har xil yeziqdagi kitoblar, necha yuz parcha har xil jurnal to'plamlari bu oilaning bir necha avlodning halol emgigi bilan yiqqan birdan bir boylik edi. Ular har kuni 5-6 soat o'ri turib, bolalarga dars so'zlash, kechalari uxlamay yurak qinini sarf qilish badaliga bu kitoblarni yiqqan. Ular kishilarga shunchalik ko'p boylik yaratib berganki, birining qilchilik nimasini o'zining qilib olgan emas. Ular poklik, halollik va ma'rifatning siymosi edi. Lekin bizning ishni talon-taroj qilish bilan boshlagan sodiq jangchilarimizga eng burun mushu oila eng xatarlik va qo'rqinchli bilindi-da, ular bir daydaychining qo'l ishorasi bilan xudini yo'qitib, bu oilaga harbu mashinalarni so'rab kelib, herqi kitobxonadagi barliq kitobni xuddi eg'ildan o'g'it bosgandek besib mangdi. O'g'irlik, qaroqchilik bilan halollikning chek-chegarasini 3 yoshidan tortib aniq bilib kelayotgan Roziya yo'lsizlikqa qarshi yolg'iz o'zi jang e'lon qildi. Uni qo'llash, madhiyalash, mukofotlash lozim edi. Lekin jangchilarga u qabih dushman bo'lib ko'rindi. Birlari uning qo'lini qayridi, birlari chechini yuldi, birlari og'ziga urdi. Roziya ularni tiladi. Tilgandimi chekdan oshirmasdan yo'lsizlar, fashistlar degandek tillar bilan tiladi. Bu yerda jinoyatchi bilan jinoyatchini ayblovchining chek-chegarasi aniq tursa-mu, qurolli odamlar ayblovchini turmaga soldi. Uning aytqani bir ig'iz rost gap, ammo u bir umr turmada yotarmish. Adolat va demokratiyaning bayrog'i rostilla ko'kda javlan qilayotgan bo'lsa, Roziyani qizil bayroqning o'zi himoya qilish kerak. Navada qonun va oqlash huquqi hamma yozma materiallardan chiqarib etilmagan bo'lsa, Roziyani adolat qonun oqlasin. Roziya qo'yib berilsin, ularning ziyonlari to'lansin. Ularni vayron qilishga daydakchilik qilgan, urg'an, bulg'anlar qonun oldida tizlantirilsin. Advokat 1967 yılı 28. yıl.
To'g'ri gap, inqilobiy talab. Burja aksiyatchi Lyushenni pipan qilganlik. Yo'q, tig'uvchi madaniyat inqilobiga qartilgan aksin inqilobiy dozibov. Bizning har qanday gapni qilishdan qo'rqmaydigan botirliklarimiz mana shuning bilan g'ujmak bo'lishib, qo'llarini shiltishib, uzindi hujjatlardan naql keltirishib, munozara boshlab etishdi. Bayatdan beri cho'ng xatli gazet ustida bo'layotgan har xil gaplarni anglab, bir chapda turgan Alanur ixtiyorsiz munozirchilarning orasiga kirdi. U oq ko'ngilchan qizning mursiga qo'lni qo'ydi. Qisqa chash, beligida qizil belgisi bor qizil qo'g'dug'uchi qiz Alanurga burilib qaradi. Singlim, dedi Alanur bayatdan og'zidan cho'ng xatli gazetni ayblashdan boshqa gap chiqmagan bu qizga norozi bo'lib, navoda Raziyaning o'rnida siz bo'lsangiz, ashu avval ostida qanday qilar edingiz? Inqilob tarafda turatdim. Dadingizga qarshi tarafdami? Inqilobda odamgarchilik bo'lmaydi. Inqilob manfaatiga ziyon soladi ekan, kim bo'lishining qat'iy nazar biz isyon ko'taramiz. Alanurning g'azbi yo'rladi. Uning dadisi mu hozir tatib chiqarilgan. U biladi, dadisi hech qanday inqilob manfaatiga ziyon solgani yo'q. U 1944-yilning oxiridan boshlab qo'lga qurol olib, nilqi partizanlarga qatnashib, Gomindang bilan elishdi. G'ulji Harambag'dagi Gomindang qoldiq kuchlari bilan bo'lgan so'qishda bir ko'zidan ayrildi. U yana sabtdan qolmay toki Manas daryosi bo'yicha jang qilib bordi. Qon to'kdi, yordar bo'ldi. Lekin uning badliga oralab bir go'ngshining partkom tashkilot bo'lim kadri bo'la oldi. U nima qildi? Samimiy sodiqlik bilan xalqning xizmatini qildi. Kishiga uvol qilmadi, bir pulga xiyonat qilmadi. Xotira uchun 3 viloyat milliy armiyasining ofitserlik kiyimlari bilan janglardan yodgor qolgan oy yulduzliq armiya bayrog'ini saqlagani uchun Panturkis degan nom bilan qorinib sazoyi kurash qilindi. Hozirgacha nahiya turmasidan chiqmadi. Alanur bugun begunoh dadisini ayblisi bo'lamdi. O'zichu xalqqa shon sharaf keltiraman deb volleybol o'ynadi. Dаңлық chiqardi, xizmat ko'rsatdi. Oxirda mushu inqilob boshlanish bilan dadisini oqlab so'zlaganligi uchun hamma huquqidan cheklandi. Bularning hammasi inqilob manfaatiga ziyonliqmi? Hey, dedi Alanur heliqi qizning murisidan silkib. Gap so'zingdan qaraganda sen odamdan tug'ilmagan o'xshaysan. Nima? Heliqi qiz uningga asabiylik bilan qadaldi. Sen bo'rni kuchga nima deb qo'ng'ishyapsan? Alanur uzun g'ulchini kadi. U munu atısıga nefretligüçi məxluqning og'ziga urmoqchidi. To'xtang, dedi biri tamkilik bilan. Qo'ying Alanur, shapilaq bilan bo'lgangan qonni saplashtirg'ili bo'lmaydi. Alanur qora ko'zoynak tortib, chiqishilab kiyib olgan Savutovni to'nidi va eriqdan sakrab o'tib, uning yeniga bordi. Savutov egiz bo'y qamlashgan qizning qo'llarini tutib ko'rishdi. Oldirashmisiz, Alanur? Kesh kirgichi bekaman. Undaq bo'lsa yuring, Raziyalarnikiga berib kelaylik. Dadisini yo'qlaymizmi, o'zinimi? Avval dadisini imkon bo'lsa o'zini yo'qlaymiz. Ular qo'y qeyri teraklik soyi tashlab turgan ko'cha bilan mengishdi. Cho'ng ko'cha daqqa-dumbaq chelishib, shuvar tovlashib, qo'llardagi qizil uzundilarni planglatishgan, bosh oyog'i yo'q namoyishchilar bilan to'lgan edi. Apandi, dedi Alanur. Jangchilarning ovozi yiroqlashgandan keyin yon ko'chaga ag'itib, rostini aytanga, mushu ishlar davlatimizning qiyofatini rostla yaxshilayolmi? Savutov qizga bir qarab qo'ydi-da, beshini lingshitib qo'yib, tamkilik bilan javob berdi. Sizga ishonaman, rost gap uchun menga ziyon solmaysiz. Bu bir inqilob emas, qip-qizil talvalik. Bundaq talvalik davlatni tugashtirib qolmasdan, talvalarning o'zini tugashtiradi. Savutovning gapini anglab, Alanur cho'chib ketdi. Ularni Ömer apandi ishki oldida kutib oldi. Oqchash, oqsoqol buvay suv sepilgan ishki oldidagi supada navrisining beshini silab xiyol bilan o'ltirgan ekan. Savutov hayron bo'lib qora ko'zoyniki bilan chiq qalpiqini qo'liga oldi. Uning ko'tmak qora buriti midirladi. "Voy, Ömermi sen?" Buvay ko'zlarini chimchiqiltib o'rnidan turdi-da, qo'yuq soqol burut orasidagi levini midirlatdi. Siz, men Savutov. Savutov uning o'riq gavdasini quchoqladi.
Savitov dedi buvay titrab turgan qo'llari bilan do'stining dumbi mo'rlarini silab. Ular chin quchoqlashdi. Alanurga Savitovning dumbisi Ömer apandining judangu puchulgan soqolliq chiroyi bilan ko'k tomirlari pultib chiqqan o'ri qo'llari ko'rinib turadi. Buvayning ko'z yoshlari Savitovning yelkasiga tomchilayotdi. Alanur bu ikki do'stining uchrashishini ko'rib, Raziya bilan tezroq uchrashish istagi bilan o'rtandi. Raziyaning onasi Malika xonmi o'zgargan, beshiga bo'lishiga tashlab qo'ygan o'ngan garis yog'liqining ostidan oq layldak cheki chochlari chiqib turadi. Yuzi xuddi islangandek ko'kish, qoraygan, ko'zlarining iqi sarg'aygan, harakatimi asta noqulay edi. U qilichini shipildatib, to'li yig'lab, yeshi qurgan ko'zni yengi bilan surtdi-da, og'zini umchaytib, uruq qo'llari bilan Alanurning peshonasidan so'ydi. Alanur mo'mayning ko'ksiga beshini egib, urg'ib chiqayotgan ko'z yoshlarini mo'mayning etigiga temitdi. Ular ana shundoq untinsiz siliq yumshoq harakatlar bilanla salomlashdi. Hol ahvol so'rashdi. Alanur dasturxonga o'ltirg'ili mehmonxonaga kirganda ikki do'st qizg'in parang tushgan. Ular xuddi boshlariga kelgan tortqullarni unutishgandek kitoblar Alanur tushunmaydigan koni gaplar to'g'risida qizg'in so'zlashmoqda edi. Yusuf Sakaki g'azallarmikin desam, she'ri uslubi o'xshamaydi. Deydi Ömer apandi bir parcha kirlashgan, xeti o'shgan kitobning batlariga lopa ayniki bilan qarab etib, yomon yeri bu kitobning oxiri yo'q ekan. Topimiz deydi Saud hudi qilib, meningda lotinchasi bor, selishtirsaqlar ma'lum bo'ladi. Muhimroqlarni sen saqlab qo'ydingmi? Men o'z vaqtida qo'l yozmalarim bilan qo'shib, Lanjuga a'loga avatib bergan. U balaning aytishicha, bir yaxshi dehqonning yordami bilan kitob yozmalarini saqlab qopdidek. A'lo hozirmi tirishqoq, zehni o'tkir peti turibdimi? Burunqiga qaraganda ko'p pishibdim. Qadimgi Uyg'ur tili, Chag'atay tillarda mendan yaxshikan. Inglizcha, ruscha tillardami material ko'ralaydigan. Xanzujinimi, Ko'ngzining kitoblarini tushunalligidek bilibdim. Yaraydi, dedi Ömer apandi chin qalbidan so'yinib, xo'shal bo'lib, uningga kamlik qilib atqani birla sharoit bo'lib yetibdi da. Toza meva bergan vaqti edi, dedi Savitov. Rus yozuvchisi Gogol, Lermontovlarmi noydi yoshlar tonilgan. Sholoxovmi tinish donni 30ga kirmay turib yozgan. Sharoit yor bersa, bizning a'la ashundaq zo'r talant egisi edi. Hey esit. Buvaylarning a'la to'g'risidagi maqtash gaplari Alanurning qalbida yoshirin hurmat, seg'inish his uyg'otdi. Qiz a'la bilan Nanjuda heliqi kuni poyezd stansiyasida xo'shlashgancha texi ko'rishmadi. A'laning heliqi Alanur 10 necha kun boqqan qizi Dilara qanchalik bo'lib qoldi ekan? Lanjudan poyezdda kelguncha, g'uljiga mashinada bog'ucha Dilara bangvashliqi, o'moqligi bilan Alanurning qalbida qizni nomus qildiradigan onalik mehri paydo qilgan emasmidi? A'laning gapi chiqish bilan Alanurning yuragi tipichakladi. Demak, o'z vaqtida paydo bo'lgan bu bir parcha cho'g' kulga aylanmagan, yillar qo'yiq kul bo'lib bu cho'g'ni saqlagan ekan. Mana bugun kichkina shamol chiqib edi, kullar to'zib cho'g' yilinjashqa boshladi. U cho'g'ning yolqiniga aylanishini qiz xalmaydi. Chunki bu baxit nurg'un baxtsizliklar hisobiga qo'lga keladi. Alanur qaysi kuni Güzel ayning uyida bir kecha qo'nib, ularning orasidagi uzilmas rishtaning sirini bildi. Hayot Güzel ayga kelgan baxtsizlik qayta ulanish oldidagi rishtasi yana nobud qilindi. Güzel ay nimali bo'lmasin, Alanning ko'ziga ko'rinishni xolmaydi. U pushaymon, muhabbat azobi bilan bir umr baxtsiz o'tishga tayyorlangan. Alanur o'z baxti bilan ashu bechoraning qalb jarohatiga tuz sapsinmi? U chaqda Alanurning qilmishi heliqi 40 yosh qizning o'z zotisining haqorat qilgani bilan o'xshash bo'lib qolmamdi. Qizim, yuring, osh so'zishib bering. Alanur beshini ko'tardi va noyda zo'rg'a kulimsirdi. Alanur Patnusqa 2 tahsil lag'mani qo'yib qayta kirganda, ikki do'st rumkalarni ko'tarib olib she'r o'qishyotdi. She'rlarning ba'zi so'zlari Alanurga tushuniksiz bo'lgani bilan ma'nosini qiz tushundi. She'rlar ta'sirlik, cho'nqur ma'nilik edi. Ularning biri bir qopiyada
bir kuplet she'r o'qisa, yana biri shuningga qopiyadosh mazmundosh she'rdan yana bir kuplet o'qiydi. Ular she'r o'qish orqali bir-biri bilan mungdashmoqda, bir-birining fikr-xiyollarini tushunishmoqda edi. Eleanor bu xil suhbat shaklini texi ko'rib baxmagan edi. Qiz qalbida bu she'rlarni anglab, muni tashlandiq odamlarning ko'ngil g'aznisini g'ilpal ko'rib, o'z xalqiga bir xil muhabbat, bir xil g'urur, hurmat uyg'onishga boshladi. U Raziyaning karvatida yetib kechicha uxlay olmadi. O'zi qatnashayotgan mono inqilob bilan mono ikki ilm ahlining ko'z qarashi, orzusi o'tirsida ajoyib zo'r chiqisholmaslikning bor ekanligini, do'sti Raziya ana shuning uchun turmada yetayotganligini tushundi. U o'zi endi buningdan keyin qanday qilsa bo'lganligini oz-to'la tushundi. Advokatning ishi to'g'ri, uning tig'uchi hech qachon xalqning manfaatiga qartilgan emas. Navada biri uni qarlaydi ekan, Eleanor Raziyaga o'xshash turmaga kirib ketsa-mu, uni oqlashga, qo'g'dashga harakat qiladi. Qiz qaysi vaqtda uxlab qolganini bilmadi. Uni Raziyaning onasi uyg'otganda Ömer Efendi bilan savutib, büyük meyveler bilan to'lgan bog'ning o'ttirsidagi kichik bo'stonda o'ltirib, yanala oqshomgi gaplar, kitoblar, she'rlar to'g'risida so'zlashmoqda edi. Ular oblastlik soqchi idorasi tarafga aygigan yerda oldini qurolli qizil qo'g'dug'chilar to'sib oldi. Nega? Oblastlik turmida qizimiz bor edi, shuni yo'qligini mangdiq, dedi Ömer Efendi ularga yelinib. Bugun ko'rolmaysizlar, bilamsizlar, bultur 3-sentabrdagi vaqada qo'lga ilingan qahramonlarni qutqizish uchun bugun isyanchilar oblastlik soqchi idorasi oldiga jim o'ltirib olish kurishiga keldi. Bo'shliqanligi bo'lsa, dedi Malikaxon xo'shal bo'lib, bizmi jim o'ltirayli, bizning qizimiz so'laqda, qizingiz nemishqa so'langan? Nemishqa deganingiz nemisi? Jinim balam, kitoblarimizni bulg'anlarni tillab qo'yganda, kitoblaringlarni kimlar bo'lgan? Sizlarga o'xshash biligiga qizil bog'laganlar. Undaq bo'lsa boshqa gap. Undaqlarni hech kim qutuldirmaydi. Sizlar kimni qutqizmoqchi? Ular nimalarni qilgan? 4 o'quvchini, dedi qizil qo'g'dug'chi so'g'uqla qilib. Ular nima qilgan? Abdunum rayliq partkomni to'pqa tutgan. Tova, dedi ona yoqasini tutib. To'pqa tutganlarni, ko'ydirganlarni qutqizadi ekan, ko'ydirmagan, to'pni atmagan noiti bulonchilarni, tilgan qizimni qutqizmoqdek jahon nima bo'lib ketyapti? Ya Allah, ashu tizilib kelayotganlarning ichida mening qizimni qutuldirganlar yo'qmidi, ha? Ömer Efendi sadda ko'ngil, to'la so'zlab aqlidan ozishga boshlagan bu ayolning peshidan tortib qo'ydi. Eleanor ularni tizilib ketayotganlarning orqasiga qetib elib mangdi. Heliqi qizil qo'g'dug'chi vaqirdi. Hey, sizlar nima odamlar? Bizmi isyanchi, dedi Eleanor kulib qo'yib. O'quvchilar to'pliq yerda o'ltirishib, qo'llaridagi qizil tashliq kitobni planglatib vaqirashmoqda, naqsh etmoqda, shuar tovlashmoqda. Pakar bo'yliq, oq yuzlik o'quvchi o'ri turib olib, ularga qo'mondonlik qilmoqda. O'ltirib olganlarni qo'llab sap bo'lib kelayotgan o'quvchilar, ishchilar, kadrlarni shuar tovlab, soqchining oldiga kelib bilimlarni o'qib, tamlarga shuar chaplab, turma eshigi oldiga berib, qo'llaridagi qizil tashliq kitoblarni planglatib qo'yib, cho'rgilab qaytishmoqda. Turmaning vodiki ichidagi qurolli harbiylarning birlari g'azab bilan birlari kulishib turishmoqda. Meydan qalaymaqan Ömer Efendilar bilan hech kimning so'zlashgudek holi yo'q. Har kim o'z g'imi bilan ovora edi. Hozir oblastlik soqchi idorasining boshliqlari chiqib bizga javob berdi, deb e'lon qildi heliqi qo'mondonlik qilg'uchi. Ular bilan munoziralashishga belgilanganlar birinchi qatorga o'tayli. Bu gapni anglab Malikaxon hada o'rnidan turdi va Ömer Efendi'ni so'radi. Yuring, bizmi ular bilan deyishayli. Uning ko'ngli uchun ular oldiqaroq yurkilib o'ltirdi. Kun betishdagi cho'ng darvozadan 4 odam chiqdi. Ular chasnicha kiyingan edi. O'quvchilarning shuarlari gurkirdi. Yuzlagan qo'llar ularga shiltildi. Ular yenidagi harbiy boshliqlarga bir nimalarni debedi, bir harbiy boshliq elektrlik qonay bilan e'lon qildi. Inqilobiy ommaning birinchi talbiga asosan bultur 3-sentabr vaqasida qo'lga ilingan o'quvchilar Vodik yeniga kelib, sabdoshlari bilan didorlashdi. Hamma ko'z Vodik ichiga burildi.
Judangi 4 nafar o'quvchi turma hovlisidan to'mir vadaklik darvozaga qarab kelmoqda edi. Ularning ichida Roziya ko'rinmadi. Ona o'rnidan turib vadak tarafga qarab yugurdi. So'langan o'quvchilar xato o'ylab qoldimi, o'zlariga qarab yugurib kelayotgan ayolga qo'llarini so'zib vadakka qarab minishdi. Vadak yinida uchrashganda Malikaxon yig'lab turib tizlandi. Mening qizim Roziyani mo chaqirib etinglar. Ömer Efendi bilan Alanur yugurishib kelib, onini yo'ladi. Ular Malikaxonni yo'lab turg'izishqimi ulgurmay vadak atrofi o'quvchilar bilan to'ldi. Ular bir-birini ittirishmoqda, bir-biri bilan tortishmoqda. Malikaxon dastalanmoqda edi. Ona qizning ismini to'laydi. Alanur voleybolchiga xos chabdaslik bilan onini qiqib so'qib dasavatqanlarni ittirib silkib, onini yerdan dast ko'tarib oldi-da chatga chiqdi. Ona qurgan lablarini yalab qo'yib, "Nemishqa mening qizimni ochiqmaydi? Qizim Roziya nadisan?" deb vaqirmoqda. Alanurning ko'z yoshi xuddi piyoz chanavatgandek ko'zlarini ichishtirib mangzini yuyib oqmoqda. Ömer Efendi bo'lsa xuddi behush odamdek daraxtga yo'linib jim turmoqda. Savutib uning yinida pichirlab tasalli bermoqda. "G'ayrat qil Ömer, sen bo'lsangmi o'zingni tut. Ma'u jin shaytonlar nima qilib yuriydi?" dedi biri Ömer Efendi bilan Savutibni ko'rsatib. "Malmanda to'qash o'g'irlamoqchi, yo'qilish, senlarga bu yerda nima bor?" Alanur bu devayligichining oldiga keldi. "Nima?" dedi u butun g'azab bilan heliqi o'quvchiga tikilib. "Bularning qizi sizlarning avu qahramonlaringlardan mingas yaxshi. Ashundaq esil farzandlarni cho'ng qilgan ota-onalar qandaq jin shayton bo'ldi ekan?" Heliqi o'quvchi birdilla ko'zdan yo'qoldi-da, birdamdan keyin bir necha bo'lib yetib keldi. "Sizlar nima odam?" Ulardan biri haybi bilan so'radi. "Bizmi bolamizni ko'rgili kelgan. Bolalarim," Ömer Efendi ansizlik bilan javob berdi. "Bolanglar kim?" "Roziya." "U," dedi ularning cho'ngi zaharli kulib qo'yib, "haqiqiy aksil inqilobchi. Sizlarning fursatdan foydalanib ma'lumot qilishinglarga yo'l qo'yilmaydi. Tezdan yo'qolinglar." "Haqiqiy aksil inqilobchi," deb takrorladi Ömer Efendimi ochiq kulib qo'yib. "Savutib, yur, biz qaytayli. Munu kishi hukumatning so'zini qilyotidi. Men qo'rqyapman. Qizimni qutqizimiz deb texmi niyirsiga ishtirib etadigan o'xshaymiz." Ular so'lishib qaytishdi. Yolg'iz onalar kayniga pat-pat qayrilib, to'mir vadaklik darvozaga qarab qo'yatdi. Umu to'li yig'lab yeshi qurgan ko'zni cho'nqur azobning is tutaklaridan panohtab yerim yumgan onaning sodda qalbimi sirliq, bir-biriga beqinmaydigan qalaymaqan fikrlar, savollar bilan to'lgan. Uning o'riq gavdasiga bu xil chekish xiyollar bilan tosh bo'lib qatgan beshi eg'ir keldimi, uning qaddi teximi buklangan edi. "Nimachi ingishib mangsiz? Malikam, meni bu yer o'ziga tortib Mana bu Xudoning shafqati. Yo'q, hayotlikning qonuniyati undaq emas. Dard bilan to'lgan yurak zahar qachilangan küpga o'xshaydi. Boshqa küplarga qaraganda bundaq küp uzoq chidaydi. Nemishqa damsana, uning ustamning qo'li tegmagan kamtuklari zahar dug'i bilan putidi-da, u texmi pishidi. Dardlik yuragi bor odam hayotning boshqalar bilmaydigan sirlarini toza yaxshi biladi. Shuning uchun sen bilan men Malikaxonga qaraganda oz yig'laymiz. Uning sababi nima? Biz xuddi poqlar bilan it, chashqanlar yerning tavrishini oldin bilganiga o'xshash, bu bo'ronning shapsini oldin sezgan. Bo'ron bo'ldigan g'ayrib kapsi o'rilmay qolmaydi. Biz shuning uchun o'rildigan kapigining tegida panohlangandan ko'ra chang to'zan axlat chavo bilan billa bo'ronga qo'shlaydi deb oldin ola daloga chiqib olganmiz. Bo'ron bizni bir bo'lsa uchirib opirib eski ko'rikning ostiga tiqidi, u yerda yetib sesib tugaymiz. Bir bo'lsa talay unga tortib texmi munbatrak yerga tushib texmi ko'klaymiz. Angladingmi Malikaxon? Dedi. Oldingda talay yig'laydigan, mo'kchaydigan kunlar bor. Bizga ko'z yeshingdan oz to'la oyab qo'y. Ras, oldimizda yig'a, balki qon to'kish, bosh ketishmi bor, lekin kun chiqadi. Dünya hech qachon quyoshsiz mangu zulmat ichida turavermaydi. Shu oqshimi Alanur bu gaplarni xotirasiga aynan yezib oldi va atsi advokatga o'qib berdi. Yomini bugun anglovchilar ichida chalimas nomatmu bor edi.